Muborak. Assalomu alaykum Xudo xola. Yaxshimisiz? Siz qildingizmi bu ishni? Sizga nima yomonlik qildik biz? Xudo xola. Shu o'g'lingiz edi, mani bechora opam o'lib ketdilar. Bo'lmagan gapni gapirmang. Kimni qachon ketishini yaratgan hal qiladi, bandasiga emas. Nima? O'g'lingiz opamni qancha qiynaganini unutdingizmi hali? Necha marta opamga xiyonat qilganlari-chi? Endi bo'lsa, esi kirib, yangi xotini bilan mazza qilib yashash kerakmi? Bas qiling. Bas qiling Muborak. O'g'limga insof kirgani rost bo'lsin. Kelinim bilaman. Kelinim juda yaxshi ayol edi.